Tinchlikmi Zebi opa? Erimni ko'rmaysizmi? Nuqul jigarlariga qilgan. Na xotin kerak, na bola chaqa. Ertaga qaynotamni tug'ilgan kuni. Erim bolalarni olib iftorga borib keldi. Voy. Yaxshi-ku. Qarindoshlar diydorlashib kelasizlar. Voy, nimasi yaxshi? Menga zarilma. Erimni bir tiyinlik foydasi tegmaydigan opa-ukasi, ota-onasini yo'qlab. Lekin singlim, Nima? Borib ko'rganim bilan menga tiladan tog' yasab berisharmidi? eringiz to'g'ri aytibdi. Qarindoshlarni yo'qlab turish kerak. Bu katta savob. Ayniqsa ro'za oylarida. O'zi umuman olganda qarindoshlar bilan orani uzish kerak emas. Voy. Ular bilan rishtadan o'zi bo'lmaydi. Eshikdan haydasam teshikdan kirib keladi. Yana yetmaganiga har hafta ana ukasi 4 ta non bir xilta piyozmi ko'tarib kelgan. Xuddi men uyda och qolib ketaman. Voy. Yaxshi-ku opa. Har holda u bu narsa ko'tarib kelar ekan-ku, quruq qo'ldan ko'ra. Yo'qlamigina o'lsin shu. Yana yetmaganiga qaynagachim har hafta telefon qiladi. Eringizni ish pul jo'natyapti deb отчет so'raydi. Eringiz jigarlariga yordam qiladimi? Yordam qiladi. Erim baribir ulardan kecha olmaydi. Nima bo'lsa, oy tug'sa ham, kun tug'sa ham shu jigarlariga. Lekin birortasi qiynalganimizda yordam qilmagan. Erimning ishlari yaxshi bo'lib ketgandan keyin hammasiga kerak bo'lib qoldi. Siz jigarlarning orasini buzmang. Xolida opam to'g'ri aytibdilar. Ha, biz ham opa-ukalarimizni yo'qlab turamiz-ku opa. O'g'limga aytarman, borib yo'qlab keladi. Lekin o'zim bormayman. Oyog'im tushib qolmagan.